Juda azob yegan inson. To'g'ri videoda ham gapira olmadilar, yig'layotibdilar. Endi bu opamiz ham Alloh taolodan so'ramagan-ku. Shunga aka-ukalar, shu Hasan akamiz ham bir yaxshi niyat bilan Moskvaga kelgan, ishlayman deb. Ishlay, shu farzandimga bitta imorat qilay. Shunga elga, xalqni oldidan o'tay, bir to'yini qilay deb niyat qilib kelgan, yaxshi niyat bilan shu Rossiyada shu uy-joy qilaman deb, o'z bitta farzandlari, bitta o'g'ilchalari bor. Shu uy-joylarimni to'g'irlayman deb Moskvaga keluvdi. Moskvada nobud bo'ldilar, bo'lmadilar. Jo'natdilar qishloqqa. Moskvada yurgan. Mana shu kishini xo'jayinlari Hasan akamiz shu uy-joy, bola-chaqa deb musofir yurtda ketuvdilar. Shu musofir yurtda vafot etdi. Avvalambor assalomu alaykum. Ahli O'zbekiston, musofirda yurgan aka-ukalar, aziz qishloqdoshlar, guruhdoshlar, hamkasblar. Mana xabarlaringiz bor, birinchi proyektni topshirdik. Alhamdulillah, Allohga ming qatla shukr. Sizlarning yordamlaringiz bilan, sizlarning podishkalaringiz bilan mana hozir ikkinchi proyektimizni boshladik. Xudo xolasa, mana bugun ustalar borib ko'rdi. Texnikalarni gaplashdik. Qamashi mahallasida yashovchi Muttiyib Hasan aka degan bir akamiz bor edi. Shu Rossiyada shu uy-joy qilaman deb, o'z bitta farzandlari, bitta o'g'ilchalari bor. Shu uy-joylarimni to'g'irlayman deb Moskvaga keluvdi. Moskvada nobud bo'ldilar, bo'lmadilar. Jo'natdilar qishloqqa. Moskvada yurgan qishloqdoshlar yordam qilib shu akamizni jo'natib yubordilar qishloqqa. Hozir shu opamiz, Guloyim opamiz, Musayeva Guloyim opa, bitta o'g'ilchalari bor, yosh. Vaziyatlari juda og'ir vaziyat. Katta imoratda o'z videoda ko'rasizlar, fundamenti yo'q. Uji yarmi yiqilibdi, cho'kkan shu qishda yomg'irda. Bu yog'i ham yorilib ketgan, uylar ichlari yorilib ketgan, chipirlar cho'kkan. Shu opamiz iltimos qilibdi, shu qo'shni tarafda joyi bor ekan, eski imoratni, gazxonachasi bilan tandirxona. Shuni buzib, shuni o'rniga menga bitta 6 metrlik xona, bitta 4 metr, 5 metrlik, keyin bitta gazxona, bitta tandirxona qilib beringlar. Shuni qilib bersanglar, shu yoqqa ko'chib o'tamanda, keyin katta uchastkani buzdirtirib tekislattiraman, deyapti opa. Shunga aka-ukalar, shu Hasan akamiz ham bir yaxshi niyat bilan Moskvaga kelgan, ishlayman deb. Ishlay, shu farzandimga bitta imorat qilay. Shunga elga, xalqni oldidan o'tay, bir to'yini qilay deb niyat qilib kelgan, yaxshi niyat bilan. Baribir Alloh taoloning ishi, hech kim Alloh taolodan zo'r emas. Akamiz shu Moskvada shunday bo'lib nobud bo'ldilar. Shunga endi musofirda yurgan aka-ukalardan, qishloqdoshlardan, shu O'zbekiston ahlidan iltimos qilamiz, shu opamizga yordam qilaylik. Bitta yaxshi bremenka qilib berib, birinchi proyektimizday opamizdan bir duo olib, chiroyli qilib uylarni topshiraylik. Endi misol hozir videoni ko'rasizlar, opa ham juda ko'p qiynalgan, qiyinchilikda juda azob yegan inson. To'g'ri videoda ham gapira olmadilar, yig'layotibdilar. Endi bu opamiz ham Alloh taolodan so'ramagan-ku, men shunday hayotda yashaydi. Alloh taoloning ham sinovi bor-da. Har bir insonda Alloh taoloning sinovi bor. Alloh taolo har bir insonni har xil yo'l bilan sinaydi. Avvalo Alloh bu ishlarni G'olib aka bilan misol bir manmanchilik uchun, elni ko'zi uchun qilaydiganimiz yo'q. Oxiratimiz uchun, Alloh uchun qilyapti bu narsalarni. Bizga hech narsa kerak emas. Bizga xalqning duosi,
Mana shu eldan bir duo olsak, shuni o'zi bizga yetadi. Shuni o'zi million pul biza uchun. Mana misol, meni o'zim ham musofirchilikdaman, hozir Moskvadaman. Moskvada ishlayman. Imkon boricha qo'llaringizdan kelganday mana o'tgan birinchi proyektimizga zo'r yordam qildinglar. Qishloqdoshlarimiz ham zo'r yordam qildi. Hamkasblarim hammalari zo'r podeshka qildilar. Shuning uchun aka-ukalar, opa-singillar, ahli O'zbekiston bir xil blogerlarga o'xshab birovni orqasidan pul yeydiganimiz yo'q. Haqqi halol Alloh ko'rib turibdi hammasini. Chesni ishlab turibdik. Bir so'm bo'lsa ham shu harakat qilibdik chiroyli qilishga. Nasib bo'lsa, bu opamizni ham uyini chiroyli qilib, patkulch noldan ko'taramiz, fundamentdan ustini yopamiz, shipirni qilamiz, addelkalarni qilamiz, aboylari, pardalari hammasini chiroyli qilib, faqat sizlar podeshka qilsanglar bo'ldi. Musofirdagilar sizlarga ishonib, O'zbekiston ahli, qishloqdoshlarga ishonib shu ishni boshladik. Alhamdulillah. Mana birinchi proyektda yuzimiz yorug' bo'ldi. Bu yog'iga ham endi sizlar podeshka qilsanglar to'xtab qolmaymiz. Hammalaringizga sog'lik, omonlik, sog' salomat bo'linglar. Ishlaringizga omad. Faqat podeshka qilinglar, hammasi zo'r bo'ladi, zakonni bo'ladi. Shu opamizga ham chiroyli bitta vremenkani tiklab bersak, hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum. Aziz musofirda yurgan akalar, ukalar, mana bugun Guloyim opamizning uyiga mana keldik. Mana Azizjon Niyozov jo'natdi, keldim. Opamizning ahvoli og'ir. Mana hammasi bir nima tandirxona yo'q, umuman katta imorat ham mana avariya holatda. Mana shu yerdan bitta ikki o'ycha qilib beringlar deb opamiz iltimos qilyapti. Mana avariya holat. Mana bu katta imorati ham mana o'pirilyapti. Mana katta uchastka ham o'pirilyapti. Betoni yo'q bu uchastkani. Mana betoni yo'q. Mana shu yerga bitta vremenka tiklab bersak, aka-ukalar, qishloqdoshlar, bu kishi shu yerga yashaydi, keyin bu yoqini o'zlari asoslab o'piraveradi. Guloyim opa, keling bu yoqqa. Mana hozir opamizning o'zi bilan ham gaplashamiz. Keling, bu yerga yaqinroq kelavering. Mana bu yerdan keling. Gapiring siz ham opa. Mana Guloyim opamizning o'zlari keldi, gapiring. Gapiring, yig'lamay aytavering. Musofirdagi akalarim, ukalarim. Mana bola yo'q, ko'rsatdi. Mana shu kishini xo'jayinlari Hasan akamiz shu uy joy bola chaqa deb musofir yurtda ketuvdilar. Shu musofir yurtda vafot etib kelganlar. Opamiz aholim og'ir, yordam bersin. Shu akalar, ukalar musofirda yurgan qishloqdoshlarim deganiga keldik mana. Gapiring. Mana bu yerda qo'shnilari ham hozir xursand bo'lyapti. Qo'shnilar kelgan hammasi. Mana Orzu opalar ham bor. Gapiring opa siz ham. Qo'shnilari ham kelib. Yo, o'sha yerdan aytavering, o'sha yerdan. Ayting, Gulchehra opa siz ayting. Mana yordam qilinglar, xalq iloj Guloyimga. Bachasi yo'sh olim, ro'zg'orginasini o'g'lim o'tib keldi. Mana uylari xaraba, hamma joy. Biz ham xohlayapmiz qiladigan xayrli insonlaringizga, hamsoya haqlarimiz hammamiz xursand bo'ldik sizlarni mana shu xayr qilamiz deganlaringga. Yordam qilinglar, rahmat tilayman.
Rahmat opa, mana qo'shnilari ham xursand hozir. Mana qilib beringlar deb hammalari shu duoda. Mana shu yerdan bitta vremenga tiklab berish kerak ekan. Shu kishiga, bu kishiga Guloyim opani o'ziga gapiring desam ko'ngli to'lib yig'layaptilar. Opa, siz menga qarang, mana shu musofirda yurgan qishloqlar uchun yig'lamay bir ikki og'iz gapiravering. Gapiring. Gapiring. Yig'lamang-da siz. Nima yig'laysiz? Uni aybori yo'q, aytavering opajon. Hurmatli musofirda yurgan qishloqdoshlar, aka-ukalar, bu kishi gaplashishga sal uyalibdilarmi, yig'layaptilar. Ko'nglim to'lib o'ltiribdi deb gapirishni xohlamayaptilar, lekin uchastkamiz katta imorat mana avariya holatda. Shunga bitta o'g'ilcham bor, hali yosh. Shunga kuchim yetmaydi, qanday aytay deb uyog'lib turibdilar. Uni aybori yo'q. Yana mana ertadan yonasib boshlasak, to 0 dan to kuluchgacha topshiramiz. Hali necha videolar qo'yamiz. Video ustalar kelsa отдельно qo'yiladi, texnikalar kelsa отдельно, kalitni uyni topshirish отдельно. Hammasi sizlarni shu duolari, sizlarni sharofatlaringiz bilan bo'ladi. Yashaylar, musofirda yurgan aka-ukalar. Xudoyim sizlarga ham, Xudoyim kuch-quvvat bersin. Sizlar ham farzandlaringizni yoniga sog' salomat to'lib toshib kelinglar. Kim qayerda bo'lsa omadini bersin. Endi shu opamizni ham tashab qo'ymaylik. Shu kishini ham bir uy-joylik qilib hammalaringizga bir Xudoyim omadlaringizni bersin, duoda bo'laylik. Yashaylar sizlar ham. Mana ertadan boshlaymiz. Mana yonasib ustalar kelib ko'rib ketishdi. Mana katta imorat, avariya holat, bir uy yıkılgan hamda. Mana bitta mana ko'rsatyapman. Mana bir uy yıkılgan. Mana shu yil qishda yog'mirda shu joyiga cho'kkan. Ahvollari sallama. Mana hovlini opamizni sal sharoitlari og'ir. Mana hovlini pastlariga o'pirilib yotibdi. Shunga bir reminka tiklab bermasak, opamizni salgina to'g'risi ahvollari og'ir. Shunday hamma joy xarob, avariya holatda. Bu katta imorat ham bebeton. U ham cho'kkan. Tepa, shipir tepa cho'kkan, singan. U ham apasi turibdi. Opamizni o'zlari gapirishga sal uyolyaptilar. Uni qo'shnilari kelib, hammasi duoda. Yashaylar, sog' bo'linglar. Yana videoda biz.